Diqqat, ta'ziya. O'zbekiston madaniyati va san'ati og'ir judolikka uchradi. Taniqli inson afsuski vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, videorolik ostiga like bosib, duo qilishni unutmang. Diqqat qiling. Taniqli o'zbek bastakori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Professor Dilorom Omonullayeva bugun 31-may kuni 65 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqida O'zbekiston Davlat konservatoriyasi professori Oydin Abdullayeva o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Do'stlik ordeni sovrindori, Ofarin mukofoti sohibasi, san'at arbobi Dilorom Omonullayeva 1959-yili 1-oktyabrda Toshkentda tug'ilgan edi. Yaqinlari, do'stlari va oila a'zolariga Alloh taolo go'zal sabr bersin.